أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Bugün sözleydiğim dersimiz Perişlerge işiniş. 4. ders Perişlerge işiniş. Biz balla ötken saatlerde şu Allah kışınış to'g'risida so'tdik, shundan billam. Yani bugün so'zlaydigan mazmunimiz iymon asoslari qaysilar, farishtalarga qanday qilishimiz, farishtalarni kim nimadan yaratgan, kim qachon nimadan yaratgan, Qur'on va sunnat tilga ilingan farishtalar va ularning vazifalari qaysilar, farishtalarning sifatlari qaysilar degan savollarni to'plab o'tamiz. Bugungi darsimizdagi mazmuni biroz jiq, ammo lekin nihoyat oson mazmun, esinglarda tez qoladi inshaalloh. Şuna tasdiq qilib o'tiringlar bolalar. Agar men sizlarni o'qitadigan, so'raydigan bo'lib qolsa, men isminglarni chaqiraman. Birinchi mazmunimiz iymon asoslariga kelaylik. Darsni boshlashdan avval iymon asoslaridan keyin nimaga bir ko'rib o'taylik bolalar. İman asoslari, ya'ni bizning dinimizda ishonishga tegishli bo'lgan, ya'ni ishonmasa qat'iy bo'lmaydigan 6 asos bor. Uning birinchisi Allohga ishonish. Biz oldingi darslarimizning hammasida Allohga ishonish to'g'risida dars o'rgandik. Endi bugungi darsimiz shu farishtalarga ishonish to'g'risida so'zlaymiz. Ya'ni iymon asoslari 6 bo'lib, ular Allohga ishonish, Allohning farishtalariga ishonish, kitoblarga ishonish, payg'ambarlarga ishonish, qiyomat kuniga ishonish va taqdirga ishonishdan iborat. Endi buning arabchasi arkanul iymani fil islami sittatun. Hiya al-imanu billahi va malaikatihi ve kutubihi ve rusulihi ve yevmil ahiri ve bil qadri khayrihi ve şerrihi. Yani bu Arapçasını bilişimlerine geçecek zürüriyeti yok. Ama erkanın iman qaranğı. Arapçada iman erkanları da çıkıyor. İmanın erkanları qancha? İslamdaki imanın erkanları 6. Ne? Bu söz yaparsanlar buludu. İman asasları da sorup qalsam, yine bu söz yaparsınlar. Bu söz yaparsınlar. Yani sizlardan birisi kelib, iymon asoslari qancha yoki iymonning arkonlari qancha deb so'rasa, Allohga, Allohning farishtalariga, Allohning kitoblariga, Allohning payg'ambarlariga, qiyomat kuniga va taqdirga ishini deb javob bersanglar to'g'ri bo'ladi. Biz mush buji kelaylik. Biz bugungi darsimizda Allohning farishtalariga ishonish to'g'risida dars qilamiz. Endi Allohning farishtalariga ishonish degan qanday bo'ladi? Biz Allohning farishtalariga qanday nimaga ishongan bo'lsak, Allohning farishtalariga ishongan bo'lamiz degan chog'da birinchisi farishtalarning mavjudligiga, ya'ni farishtalarning borligiga ishonishimiz kerak. Alloh taoloning yaratgan maxluqot ekanligiga ishonishimiz kerak. Ya'ni farishtalar bor va Alloh yaratgan maxluqotlar deb bilishimiz kerak. Yana bir ikkinchisi Qur'on va hadisda kelgan biz ismini biladigan, bilmaydigan bütün farishtalarga ishonishimiz kerak. Qur'on Karimda kelgan bo'lsin, mayli hadislarda kelgan bo'lsin, bütün farishtalarning hammasiga ishonishimiz kerak. Birisini qo'yib, boshqalarga ishonadigan ish yo'q. Cho'qim hammasiga to'liq ishongan vaqtimizda farishtalarga ishongan bo'lamiz. Uchinchisi, ularning Allohning buyruqlari ish qilganligiga ishonishimiz kerak. Ya'ni farishtalarning hammasi o'z mayli bilan ish qilmaydi. Hammasi Allohning buyruqlari ish qiladi. Ya'ni farishtalarni o'z noitim qudratli o'z mayli bilan ish qiladigan bunda iloh darajasi ko'rilishi qat'iy bo'lmaydi. Farishtalar Alloh taoloning maxluqotlari, Alloh taolo nimaga buyurgan bo'lsa shuni qiladi. Alloh buyurmagan hech qanday bir ishni qilmaydi. Buni ishonishimiz kerak. To'rtinchisi, Alloh bizga bildirgan farishtalarning sifatlariga ishonishimiz kerak. Alloh taolo farishtalarni bizga qanday deb ko'rsatgan bo'lsa, Qur'on Karimda farishtalarning nurg'unlig'in sifatlari bor. Mushani Alloh taolo bizga nima degan bo'lsa, shuningga ishonishimiz kerak. Hamda farishtalarga ishonish to'g'risida hammamiz biladigan bir so'ri bor. Aminar Rasulniki bir oyati. Buni Sumayya o'qib beraman. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنين كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير.
Peygamber Perverdigar tarafından onunğa nazil kılınan kitapga iman keltirdi. Müminlermo iman keltirdi. Ularning hamsi Allah'a ve Allah'ın perişlerine, kitaplarga ve peygamberlerine iman keltirdi. Ular Allah'ın peygamberlerinden hiçbirini ayrı etmeyimiz. Yani onların bəsiga iman etip bəsiga iman etmey kalmayımız deydi. Ular biz davetini anladık ve emrine itaat kıldık. Perverdigarımız mağfiretini tileyimiz. Ahir yandığın cayımız senin dergahındır deydi. Yaxşı, maşallah. Qarаңlar. Peygamber Perverdigar tarafından onun nazil kılıngan kitapga iman keltirdi. Yani Kur'an-ı Kerim'ge. Şundan müminler iman keltirdi. Müminler iman keltirdi. Ularning hammasi Allah'a ve Allah'ın perişlerine, kitaplarına ve peygamberlerine iman keltirdi. Ular Allah'ın peygamberlerini hiçbirini ayırıp etmeyimiz. Yani ularning ba'zisiga iman etip, ba'zisiga iman etmey kalmayımız deydi. Ular biz davetini anladık ve emrine itaat kıldık. Perverdigarımız mağfiretini tileyimiz. Ahir yandıgan joyimiz senin dergahındır deydi. Yani peygamberler ve müminler nima işendi? Allah'a ve Allah'ın perişlerine, Allah'ın kitaplarına, Allah'ın peygamberine iman keltirdi deydi. Şunlaşıp biz muqanna qilishimiz kerak. Peygamber Aleyhisselam'ın elgeç küçük bulu sütümüz bilen, mümin bulu sütümüz bilen Allah'a, Allah'ın perişlerine, Allah'ın kitaplarına, Allah'ın peygamberlerine iman etişimiz kerak. Endi keleyli ikinci mezmunumuz. İkinci mezmunumuz nayet asan hemen bilişinler mümkün. Perişlerini kim, kaçan, nimeden yaratkan? Sorap bakay. Amine siz cevap vermek. Perişlerini kim yaratkan? Allah yaratkan. Nimeden yaratkan Allah Teala perişlerini? Nurden. Yaxşı, maşallah. Kaçan yaratkan? Qarаңlar. Perişten Allah yaratkan maşallah. Nurdan yaratın, perişten nurdan yaratılgan dildi ekansiz. Perişte kaçan yaratılıp turan oqtaqan? Perişler Adem Aleyhisselam yaratılış burun yaratıldı. Bu ne biz Bakara suresinin 30. ayetini başlap okusak bilaleyimiz. Yaxşı, maşallah. Perişler Adem Aleyhisselam yaratılıştan burun yaratılgan. Adem Aleyhisselam yaratılıştan burun yaratılgan. Bunu qanday bilimiz degan chaqda Bakara suresidagi 30. oyatni başlap o'qigan, ya'ni bir sahifa oyatlar bor. Shu oyatni o'qish jarayonida biz ya'ni Adem Aleyhisselamniki perişlerden kim yaratılganligini, Adem Aleyhisselam yaratılgan vaqtda perişlerning allaqachon boy ekanligini bilalaymiz. Bu oyatlarni ko'rib boqaylik. Bu oyatni Najiba siz o'qib beramsiz? Najiba siz 30. oyatni o'qing, qolgan boshqa o'qisinlar. Bir oyatni men siz o'qib beraman. Ma'lum. Öz vaqtida Perverdigarimiz periştelerge men yeryüzüde halife yani orun basar yarataman dedi. Perişteler yeryüzüde buzukçılık kılıdığan, kan tüküdüğen şahsini halife kılamsan. Halbuki biz seni pan dep medihileyimiz. Mukaddes dep medihileyimiz. Dedi. Allah, men hakikaten sizler bilmeydiğen derslerini bilmem dedi. 30. ayet. Maşallah. Ahir Nebi Has o'qib beraman. Ma'lum. Allah bütün şeylerinin namlarını Adem'e öğretti. Andın ularını periştelerge körsütüp halife buluşqa Adem'e qarğanda biz haqlıq deydiğen karşınlarda rastçıl bolsanlar bu şeylerinin namlarını bana etip berinler dedi. 31. ayet. Yaxşı, maşallah. Ahirine Fatime siz o'qib beraman. Fatime bamsiz? Ha, ustaz. Ahirine o'qing. Perişteler Perişteler seni bütün kemçiliklerden pak dep tunuymiz. Biz sen bildirgendin başkını bilmeyimiz. Hakikaten sen hemmini bilgücüdürsen. Hikmet bilen iş kılıcıdırsan dedi. yaxşı, maşallah. Ahir Abdullah Faruk o'qib beraman.
Allah iyi Adem ularga bu narsalarning namlarini aytib bergin dedi. Adem ularga bu narsalarning namlarini aytib bergen çağda Allah men sizlerge asmanlardaki ve zemindeki gayblerini hakikaten bilip türmen aşkara ve yuşurun isimlerini bilip türmen dinledim dedi. Yaxshi, Muslima qiz o'qiman. Yaxshi. Öz vaqtida farishtalarga, Adamga sajda qilinglar dedik. Iblisdan boshqa hammasi sajda qildi. İblis secde qilishdan bosh tortdi, takabburlik qildi. U kofirlardan bo'lib ketdi. 34-oyat. Yaxshi, maşallah. Qaranglar, bu oyatlarda Alloh taolo farishtalarga dedi. Qarang, Alloh taolo farishtalarga dedi. Men yer yuzida xalifani o'rin bosar yarataman dedi. Ya'ni Adem alayhissalomni men xalifa qilaman demoqchi. Farishtalar nima dedi desanglar, yer yuzida buzuqchilik qiladigan, qon to'kadigan bir shaxsni xalifa qilamsan. Halbuki biz seni pok deb madhiylaymiz, muqaddas deb madhiylaymiz dedi. Alloh taolo men haqiqatan sizlar bilmaydigan narsani bilaman dedi. Ondan sonra Allah Teala bütün şeylerinin namlarını Adem Aleyhisselam Adem'e öğretti. Ondan ularını perişler gösterip Adem Aleyhisselam'ı perişler gösterip halife buluşqa Adem'e qaraganda biz haqlıq deydigan qarşılığındaki rastçıl bolsaqlar bu şeylerinin namlarını ben aytib beranglar dedi. Şeylerin namını aytib beranglar dedi. Perişler seni bütün kemçiklerden pak deb tunuymiz. Biz sen bildirgenden başqını bilmeymiz. Hakikaten sen hemmini bilgiçidursan, hikmetlen iş kılıçıdursan dedi. Allah Teala, ey Adem, ularga bu narsanın namını aytib bergin dedi. Adem ularga bu narsanın namını aytib bergen çağda Allah men sizlerge asmanlardaki ve zemindeki gayiplerini hakikaten bilip durman, aşkara ve yuşurunuşlarını bilip durman demegenmeden dedi. Öz vaxtida farishtalarga Adem'e secde qilinglar dedi. İblisden başqa hamma secde qildi. İblis secde qilishdan bosh tortdi. Takabburlik qildi, u kofirlardan bo'lib ketdi. Ya'ni bu oyatdan biz nimani bilamiz desanglar, hozir birinchi bilganimiz Alloh taolo Adem alayhissalomni yaratishdan burun farishtalarni yaratib ekan. Shundaq-ku. Buni bilib olsak bo'ladi. Endi bilganimiz nima bo'lsanglar, Alloh taolo farishtalarni Adem alayhissalomga secde qilishga buyurdi, qaranglar. Ademni shunchalik hurmat qilibdiki, Alloh taolo bütün farishtalarni secde qilishga buyuribdi. Takabburlik qilib faqat iblis secde qilmabdi, boshqa hamma secde qilibdi. Anadan keyin ilm jihatdan qaranglar, Alloh taolo bütün şeylerin hammasini Adem alayhissalom o'rgatibdi, ammo bularni farishtalar bilmaydi ekan. Farishtalar faqat Alloh nimani bildirgan bo'lsa shuni biladi. Bizmi shundoq? Ya'ni Alloh taolo bilim jihatdan, bilish jihatdanmi, şeylerin namlarini bilish jihatdanmi Adem alayhissalomni, ya'ni biz insonlarni farishtalardan ustun qildi. Hazır bilib oldiganlar mushu bo'lsin. Yani farishtalar Adem alayhissalom yaratilgan vaqtda bakento, yani Adem alayhissalom yaratishdan burun yaratibdikan degani bilsanglar bo'ldi. Qolgan mazmuni keyin so'zlaylik. Birinchi mazmunimiz hammasi tugadi. Qaranglar. Endi Qur'onda va sunnat tilg'ilangan farishtalardan qaysisini bilasiz? Degan chaqda Qur'on Karim tilg'ilangan Jibril alayhissalom, Mikail alayhissalom, Israfil alayhissalom, Malikul Maut degan o'lim farishtasi, Nakir Munkar, Kiramen Katibin, Harut ve Marut, Rizvan, Malik qatorliq farishtalar bor. Bularning ichida Nakir Munkar, Rizvan degan farishtalar hadis tilg'ilangan. Qolganlarning hammasi Qur'on Karimda tilg'ilangan farishtalar. Biz mayli Qur'on Karim tilg'ilangan farishtalar bo'lsin, mayli Payg'ambar alayhisolamning sunnatida hadislar tilg'ilangan farishtalar bo'lsin, hammasiga ishonamiz. Hammasiga ishonamiz. Yani bundan başka, bu farishtalardan başka, bu ismi tilg'ilangan farishtadan başka, ismi tilg'ilanmagan nurg'un farishtalar bor. Ularni biz ko'rib o'tamiz. Endi bu farishtalarningki vazifalarni nima bilan qarab boqaylik. Jibril alayhissalom Allohning vahiyini yetkazdi, qaranglar. Jibril alayhissalom Allohning vahiyini yetkazdi. Yani Payg'ambar alayhissalomga vahiy yetkazgan farishta Jibril alayhissalomdir. Qur'on Karim, biz o'qitganmiz Qur'on Karim Jibril alayhissalomning vasitasi orqali bizga tushirilgandir.
Endi buningki dalili nima desanglar, Şuara suresiningki 192, 93, 94 oyatlari buning dalili bo'lalaydi. Buning boshqa mana bir qancha dalili bor. Men faqat shu birini keltirdim. Buni birisini o'qib beraman. Hadicha ismini qo'ytaman bir qatam. Ustoz Uyg'urchasimi, Arabchasimi? Qarshi kelsin. Ustoz. وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين. Şüphesiz ki Kur'an alemlerinin perverdigarı tarafından nazil kılıngandır. Agahlandırıcılardan buluşun için şençilik Cibril onu senin kalbine ilip düştü. Yaxshi, maşallah. Qarang. Meda nazala bihi ruhul amin deydi. Ruhul amin degan shu Cibril alayhisalomni ko'rsatdi. Cibril alayhisalomni ko'rsatdi. Shundan chiqib bu yerda tarjima tafsirisida ruhul aminni ishonchlik Cibril deb, amin degan ishonchlik degan gap, ar-ruh degan Cibril alayhisalomni ko'rsatdi. Ishonchlik Cibril deb tarjima qilgan. Ya'ni men Cibril alayhisalomning ismi lafzida yo'q ekan deb o'ylab qolmanglar. Ruh deganning o'zi, ya'ni ruhul amin degan Cibril alayhisalom. Yani Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala bizim kalbimizge kime düştü? İşentik Cibril onu senin kalbin gelip düştü deb Peygamber Aleyhisselam'a davet ediyor. Peygamber Aleyhisselam'a Cibril Aleyhisselam yetkizip gelip için yani vahiy yetkizip periş gelgeni bundan çok nahayet enak bilaleyimiz. Cibril Aleyhisselam. Anadaki Mikail Aleyhisselam var. Mikail Aleyhisselam'ın ki nimiş kılığanlıqayını yağmurga, tabiat hadislerine muvakkal periştirip yazdım. Bu Kur'an-ı Kerim'de enak bir ayetlerin yazılmagan ama ki Peygamber Aleyhisselam bizge Mikail Aleyhisselam doğru sözlep bergen. Yağmurga, tabiat hadislerine münasebetlik işlerin hemmesini başkurduğun aşındak muvakkal periştirip sözlep bergen. Şunundan hadisten biz onu bilalayımız. Şığınçaqlagan çağda Cibril Aleyhisselam Allah'ın vahyisini yetkizdi. Bunun nispeten Kur'an-ı Kerim'de doğru deliller var. Mikail Aleyhisselam bolsa yağmurga, tabiat hadislerine muvakkal periştedir. Bunun delili bolsa Peygamber Aleyhisselam'daki hadislerinde var. Bu hadis ben yazmadım yani. Emni keleylim. Üçüncüsü periştelerin üçüncüsü İsrafil Aleyhisselam. İsrafil Aleyhisselam kıyamet günüsü sürçalıdır. Kıyamet günüsü sürçalıdır. Bu doğrusudan bunun delili bu süttüden şu ayet şu İsrafil Aleyhisselam'daki kıyamet günüsü sür çaldıqanlığa delil bulalaydı. Bunu Meryem Abdülaziz okuyan ayet ne? واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج. واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب القرآن. Nida qilguvchi İsrafil Aleyhisselam şekil munadi yani nida qilguvchi İsrafil Aleyhisselamni ko'rsatdim. Yaqin joydan nida qiladigan, yani uning ovozi hamma o'xshab ketadigan kunda nida quloq solgan, anglagan deydi. Ular haqni aytadigan ovozni, yani ikkinchi qatimliq surnanglagan kun ana shu kun qabrlardan chiqish kuni deydi. Ikkinchi qatimliq sur chaqan chaqchu qabrlardan butun insonlar hamisi tiriladi. İsrafil Aleyhisselam balla qiyomat kunisi ikki qatim surchiladi. Birinchi qatimliq surchagan vaqtda butun insonlarning hammasi o'ladi. Butun jonliqlar hammasi o'ladi. Ikkinchi qatimliq surchagan vaqtda ishlarning hammasi qayta tiriladi. İsrafil Aleyhisselam qiyomat kunisi surchalgan farishta. Bunu biz Kur'an-ı Kerim hadislerden naidima aniq bilalaymiz, aniq dalillar bilalaymiz. Endi Malakul Maut, canını qabz qilgan farishta. Bunu xalq arasida Azrail deb ataydi. Bu yerda men Azrail demedim, çünkü Azrail deb Kur'an-ı Kerim'de bo'lsin, mayli hadisda bo'lsin, Azrail deb kelgan ya yo'q ekan. Azrail degan İsroil qismlaridan kelgan bir ism ekan. Buniki eng to'g'risi Qur'on Karimda deyilgan bo'yicha Malakul Maut degan farishta, o'lim farishtasi. Uyg'ur tarjima qilsak, o'lim farishtasi deb atsak bo'ladi. Bunun dalilini, oyatni Nafisa Ahmad siz o'qib beraman. قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم turja'un. Aytqinki sizlarning
jininglarni ilishqa muvakkal qilingan farishta sizlarning jininglarni oladi. Andin Parvardigoringlarning dargohiga qaytarilsizlar. Yaxshi, maşallah. Qaranglar. Aytqinki, sizlarning jininglarni ilishqa muvakkal qilingan farishta sizlarning jininglarni oladi. Ondan Parvardigoringlarning dargohiga qaytarilsizlar deb tarjima qildim. Ya'ni malakul maut. Malakul maut degan farishta bizningki jinimizni oladi. Ya'ni butun jin falan jinni olishqa nim qilgan, muvakkal qilingan, shuning uchun vazifalantirilgan farishta. Yana ko'rib boqaylik. Kiraman katibin. Kiraman katibin degan farishta o'tgan soat darsimizda o'rgangan tuqqanlar. Kiraman katibin bandalarning yaxshi yomon amallarini xotirlaydi. Shakira o'qiyman. وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ. Halbuki sizlerinin üstünlerde sizlerini költük turğucu farishtalar var. Ular Allah'ın dergahida hürmetli farishtalar bulup sizlerinin sözlerini ve emellerini yazıp durudu. Ahırını koytan. إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عديد. İnsanın on tarafında ve sol tarafında oturup hatırlaydigan iki farishta var. İnsanın söz hareketi hatırlanıvatkan vakitte o kandak bir sözünü kılmasın, onun aldığı hemen farishta hazır bulup küz tutturdu. Yaxshi, maşallah. Acayip yaxshi o'qidingiz. Allah razı olsun. Qaranglar. Kiraman katibin degan farishtaning ismi Infitar surasi chiqadi. Ya'ni hurmatli, xotirlovchi farishtalar. Ondan keyin bu farishtalarningki tafsiliy holatda Qaf surasidagi 17-18 oyatida nima ish qilganligi ham aniq yozildi, qaranglar. Ham aniq deyilgan. İnsanning o'ng tarafida va so'l tarafida o'tirib xotirlaydigan ikki farishta bor. İnsanның söz hareketi hatırlanatkan vaqtda o qandaq bir sözni qilmasin, onun oldida hamon farishta hozir bo'lib ko'z turadi deydi. Yani o'ng tarafida va so'l tarafida o'tirib hatırlaydigan ikki farishta. Yani bularning qaysi farishta? Kiraman katibin ismli farishtalar. Bu farishtalarni hammamiz yaxshi tushundik. Endi kelaylik boshqa farishtalarga. Munkir va nakir. Qabrda so'roq qilgan farishta. Munkir ve nekir degan bu farishtaning ismini biz Payg'ambar alayhisolamning hadisini bilamiz. Payg'ambar alayhisalom inson o'lgandan keyin qabrda Munkir ve nekir ismli ikki farishta kelib, ya'ni savol so'roq qilganligidan bizga xabar bergan. Shundan bu farishtalarni tanıymiz. Malik degan farishta do'zaxning qorovuli. Biz buni nereden bilamiz desanglar? Qur'on Karimdagi tuvandagi oyatdan bilalaymiz. Bu oyatni Umar siz o'qirang. ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون. Ular yani kufarlar dozakka müekkel periştige. İyi Malik Perverdigarın bizge ölüm hüküm kılsın dep tavlaydı. Malik sizler azapta çokum kalsizler deydi. Yaxshi, maşallah. Qaranglar. Ular yana kuffarlar do'zaxga muvakkal farishtaga, ya'ni Malik shunam, ey Malik, Parvardigoring bizga o'lim hukm qilsin deb to'laydi. Malik sizlar azobga cho'qim qolasizlar deydi. Endi shada vanadaw ya maliku. Qaranglar, Malik deb ismini shada Qur'on Karimda endi qila olingan, ey Malik deb. Bundan biz ya'ni shu do'zaxga muvakkal, do'zaxningki qarovuli, yani do'zaxni baqadigan, ish baqadigan, do'zaxning ishini baqadigan farishtaning ismini Malik ekanligini biz bundan bilalaymiz. Endi kelaylik Rizvon. Rizvon degan farishta jannatning qarovuli. Ya'ni bu Rizvonningki shu jannatning baqchi ekanligini Qur'on Karimdagi nimada Qur'on Karim oyatlar tilg'ilinmaydi ekan, uni topolmadim, tilg'ilinmaydi. Balki Payg'ambar alayhisolamning hadisida Rizvonning tilg'ilindi ekan. Buni bilib oling. Jannatni baqadigan farishtaning ismi Rizvon. Ondan keyin Harut va Marut ismli farishtalarning ismi Qur'on Karimda Suratul Baqarada o'tadi. Ya'ni nimaniki Sulaymon alayhisolamning davridagi farishtalarning ismi o'tadi. Men o'zim bir uyg'ursini qarayman. Ular Sulaymonning podshohlik zamonidagi shaytonlarning sehrgarligiga oid so'zlarga ergashdi. Sulaymon sehrgar bo'lgani va sehr o'rgatish bilan kofir bo'lgani yo'q. Lekin shaytonlar kishilarga sehr o'rgatib kofir bo'ldi.
Ular Babildagi Harut va Marut deyiladigan ikki farishtaga tozili qilingan sehrni o'rgatdi deb, ya'ni mushu oyatda Harut va Marutning ismi tilg'alandi. Ya'ni bu oyatning ma'nosini bugun tushunishingizning hojati yo'q. Keyin tushuntirib qo'yaman. Harut va Marut ismli ikki farishtaniki mushu oyat tilg'alanganligini ko'rib olsangizlar bo'ladi. Maqsad shu. Endi jig'inchoqlab kelsak bolalar, qaysi farishtalarni o'rgandik? Jibril alayhisalomni o'rgandik, vahiy yetkazgan farishta ekan. Mikoil alayhisalom chu yomg'irga, tabiat hodislariga muvakkal bo'lgan farishta ekan. Undan boshqacha Kiraman katibini o'rgandik, shundami? Jibril alayhisalom, Mikoil alayhisalom, undan boshqa Isrofil alayhisalomning qiyomat kuni surchaligini o'rgandik. Undan boshqacha Malikul Maut degan farishtaniki jannatga farishtalarga o'rgandik. Kiraman katibini o'rgandik. Munkir va Nakirga nimani o'rgandik? Malik do'zaxning qarovuli, Rizvon jannatning qarovuli, anka Harut va Marut mushu Baqara surasida tilg'ilingan ikki farishta ekanligini bilib olsanglar bo'ldi. Sehr nozil qilingan ikki farishta ekan, sehr bildigan farishta ekan. Undan boshqa tushunsanlar, Qur'on Karimda ismi tilg'ilinmagan, ammo vazifalar tilg'ilingan nurg'unlagan farishtalar bor. Qaranglar, bularni ko'rib boqaylik. Arshni ko'taruvchi farishtalar bor. Arshni ko'tarib turgan farishtalar, Allohning arshi ko'tarib turgan farishtalar bor. Bu to'g'risida kelgan oyatlar bor, undan bilalaymiz. Ondan keyin mu'minlar uchun istig'for talab qilish farishtalar bor. Bu to'g'risida oyatlar bor. Mu'minlar uchun istig'for talab qilib turdi ekan. Ey Robbim, mushu bandaning gunohini kechirib etgan debchi biz uchun shundoq Allohga yolvorib, bizning gunohlarimizdan mag'firat bo'lishini tilaydigan shunday farishtalar bor ekan. Ondan keyin ilm majlislarida o'ltiruvchi farishtalar bor ekan. Biz ilm o'rgatgan yerga nurg'un farishtalar keldi ekan, kelib menimizda o'tirdi ekan. Farishtachi masalan, hozir biz ilm so'rida o'tiryapmiz shundaqmi? Bir farishta kelib deydi ekan, "Voy farishtalarmi ekaninglar, men Allohning so'zi qilinib yetibdi" deb farishtalarni chaqirdi ekan. Farishtalarning hammasi atrofimizga kelib o'tirdi ekan. Hatto qanotini shundoq yeyib birdi ekan. Balkim shu qanotlarning ustida o'tirib dars qilishimiz mumkin. Ya'ni ilm so'rinlarda bizlar bilan o'tiradigan nurg'ulgan farishtalar bor. Shunashqa ilm so'rinda aytdim hayo bilan chiroyli husnda o'tirishinglar kerak. Dars anglab etib, g'alit qiliqlarni qilib, o'yinlarni o'ynab turib qilsak, darsga bo'lgan hurmatsizlik bo'ladi. Atrofimizda chunki nurg'un farishtalar bor. Undan boshqa mu'minlar bilan jihad qilgan farishtalar bor. Mu'minlar bilan jihad qilgan farishtalar bor. Payg'ambar alayhisolamning tunji jihodi Badr urushida Payg'ambar alayhisolamga yordamga Alloh tomonidan ashuni necha minglagan farishtalar osmondan tushgan. O musulmonlarga birlikda Badr urushida yordam qilamiz. Badr urushida yordam qilgan. Badr urushida yordam Ondan keyin qilamiz. solih kishilarning janoza qatnashgan farishtalar bor. Solih kishilarning janoza qatnashgan farishtalar bor. Ba'zi sahobalarningki shu jinozasida osmon tavrab ketgan farishtalarning aytim qayg'urib, ularni nurg'ulgan farishtalar janozamizga qatnashgan yo'llovchi farishtalardan ashlim topmay qolgan ya'ni. Undan boshqa mu'minlarni qo'g'dug'uchi, yordam qiluvchi farishtalar bor. Bizni har vaqt qo'g'dab turadigan, bizga yordam qilib turadigan nurg'ulgan farishtalar bor. Bularningki yordamini biz ko'zimizdan ko'rolmaymiz, ammo lekin bizga har vaqt yordam qilib turdi farishtalar. Do'zaxdagi kishilarni azoblashga buyurilgan farishtalar bor, qaranglar. Bu Qur'on Karim oyatlarida deyilgan. Do'zaxdagi kishilarni azoblashga buyurilgan farishtalar bor. Aylaqa qattiq qo'lliq farishtalar, do'zaxga haydab ma'lum qattiq qo'lliq farishtalar bor. Ondan keyin jannatga kirganlarga salom bergan farishtalar bor. Jannatga kirganlarga sabr qilganliging uchun sizlarga xush bishorat bo'lsin. Jannatga kirdinglar, xush keldinglar deb ashunda salom beradigan farishtalar bor. Kishilar bilan bomdod namoziga hozir bo'lgan farishtalar bor. Bomdod namoziga kelgan farishtalar bor. Bu Qur'on Karimda oyatlardan bizga bildirilgan. Bomdod namoziga masjidga ashunda tang bizlar namoz o'qiydigan ashunda farishtalar bor. Undan boshqa yozmagan nurg'un farishtalar bo'lishi mumkin. Ya'ni Alloh taolo bu farishtalarni qaranglar shundaq biz uchun xizmat qildirib bergan. Biz uchun xizmat qildirib bergan nurg'unlarni. Endi farishtaning sifatlarini ko'rib boqaylik. Ya'ni farishtalarningki qaysi farishtalarga nima ish qilganligini ko'rsatib o'tdik. Endi farishtaning sifatlariga qarab boqaylik. Farishtalar qanday bir mahluqotlar, Birinchisi farishtalar qanotli bo'ladi. Farishtalarningki qanoti bor. Biz insonlarning qanoti yo'q, shundaymi? Qushlar qushlarning qanoti bor, ammo farishtalarning qanoti bor. Farishtalarning qanoti balki bu qushlar o'xshamaydi, ammo farishtalar qanotli.
Bunu biz tövendeki ayetten bilalaymiz. Fatir Suresi'ndeki 1. ayetinde qaranglar. Cimi hamdu sana asmanlarını ve zimini öylese yaratkuchi, periştlerini 2 qanatliq, 3 qanatliq, 4 qanatliq elçi qiluvchi Alloh xosdir deb, bu yerda periştlarga 2 qanatliq, 3 qanatliq, 4 qanatliq keligini bizga xabar bergan. Shu oyatdan biz periştlarga qanatliq keligini bilalaymiz. Andan keyin periştlarningki o'rni osmon bo'lib, Allohning buyruqlarini zaminga tushdi. Periştlarningki o'rni makoni qaya asli osmon. Endi Allah bizga Allohning buyrug'i bilan zaminga tushib, zaminda ashunda xizmatlarni qildi. Biz dunyoga Parvardigorining amri bilan tushimiz deydi. Oyatning beshida biz dunyoga Parvardigorining amri bilan tushimiz. Ya'ni o'z xoligi mayli tushmaydi, lekin Alloh taolo am buyruq qilgan bo'lg'achqa ular farishtalar zaminga tushdi. Farishtalar har vaqt Allohga bo'ysundi, qaranglar. Farishtalar har vaqt Allohga bo'ysunib turdi. O farishtalar Allohning buyrug'idan chiqmaydi, nimaga buyursa shuni ijro qildi deydi. Tahrim surasidagi 6-oyatida. Farishtalar Allohning buyrug'idan chiqmaydi, nimaga buyursa shuni ijro qildi. Farishtalar kecha-kunduz Alloh tasbih etdi, sajda qildi. Ya'ni buni A'rof surasidagi 206-oyatidan bilalaymiz. Parvardigorining dargohidagilar, ya'ni farishtalar Allohga ibodat qilishdan bosh tortmaydi, Allohga tasbih etdi va uningga sajda qiladi deydi. Yani farishtalar qaranglar, har vaqt Allohga bo'ysunadi ekan, Allohga ibodat qiladi ekan, Allohga tasbih etadi ekan, ruku, sajdalarni qiladi ekan. Ya'ni hech bir vaqt Allohga osiylik qilishni qilmaydi ekan. Ya'ni ular gunoh o'tkazmaydi ekan farishtalar. Nihoyatda pok bo'lgan shunday bir maxluqotlar ekan. Farishtalarning ko'zdan ko'rilmaydi qaranglar. Farishtalarchi ko'zdan ko'rilmaydi, u g'aybiy dunyodagi, ya'ni g'ayb qatoridan sanaladi. Ko'zdan ko'rolmaymiz, ammo lekin ba'zida, ya'ni shunday mo'jiza xarakterida inson shakli kiralaydi. Ya'ni payg'ambarlarning davrida, payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallam davrida yuz bergan, İbrahim alayhissalom davrida yuz bergan, Maryam onamizning qishig'imi shunda Jibril alayhissalom bir inson shaklida kirgan. Ya'ni buni biz Qur'ondagi dalil oyatlardan farishtalarning ba'zida Allohning buyrug'i bilan shunday inson shakli kiralaydiganligini bilalaymiz. Farishtalarchi inson shakli kirgan holatdami yemaydi, ichmaydi, ular inson qilgan ishlarni qilmaydi. Farishtalar yemaydi, ichmaydi, cho'ng tarat qilmaydi degandek. Ana bu inson shakli kiralaydigan to'g'risida bir dalilni ko'rib boqaylik. İbrahim alayhissalomning ma'u ikki so'zlar farishtalarga İbrahim alayhissalomning qishig'iga qaranglar. Noytum kelishgan, noytum chiroyli yigitlar sifatida mush farishtalar mehmon bo'lib keldi. İbrahim alayhissalom qaranglar, o'z vaqtida ular İbrahimning yoniga kirib salom dedi. Salom dedi. İbrahim alayhissalom salomini ilik oldi. Ichida notunish odamlar-ku dedi. Ya'ni tunimadi ularni. Mahallada ishlagan odamlar emas, chunki u farishtalar edi. Ammo farishta bo'lganini İbrahim alayhissalom bilmadi. Shuning bilan İbrahim alayhissalom shu mehmonga nim qilish uchun, mehmonni yaxshi kutish uchun qanday qildi desanglar, asta oilasiga chiqib, pishirilgan bir semiz mo'zayni olib kirib, ularni oldiga qo'yib, yemamsizlar dedi. Bir semiz mo'zayni pishirib kelib, yemamsizlar dedi. Ularning tomoq yemaganligini ko'rib, dadada ulardan qo'rqdi. Ular qo'rqmagan, biz Parvardigorning elchilarimiz dedi. Ular İbrahimga bilimlik bir o'g'il bilan qo'sh xabar berdi. Ya'ni bu vaqtda mesela İbrahim alayhissalom davrida bir mehmon kelib, tomoq yemagan bo'lsa, bu yomon bir ishni o'ylab kelgan o'xshaydi mehmonlar deb ashtaq ansiraydi ekan. İbrahim alayhissalom ular tomoq yemagandek qanday qildi, bir qo'rqinish kiribdi. Ular bir yomonlik bilan kelgan o'xshaydi. Ular mehmon bilan yaxshilik bilan kelmabdi deb o'ylagan vaqtda ular qo'rqmagan, biz Parvardigorning elchilarimiz deb o'ziniki Allohning elchisi bo'lgan farishtalar keldi to'g'risida xabar bergandan keyin İbrahim alayhissalom uniki qo'rqmaydi. Ularcha İbrahim alayhissalomga bilimlik bir o'g'ildan qo'sh xabar berdi va undan keyin Lut alayhissalomning qavmininki Allah bo'lgan to'g'risidan bishorat bergan. Ya'ni bu qissadan bilalaymiz, farishtalar ba'zi inson shakli kiralaydi, yemaydi, ichmaydi. Hech qanday farishta. Farishtalar erkak kishi deb ayrilmaydi, nikohlanmaydi, bolliq bo'lmaydi. Farishtalar erkak kishi bo'lmaydi, nikohlanmaydi, bolliq bo'lmaydi. Farishtalarning soni nihoyat ko'p bo'lib, sonini faqat Alloh taolo biladi. Farishtalar nihoyat ko'p, sonini faqat Alloh biladi. Mushu nimaniki Baytullohni bilamiz. Ya'ni shu Kabening tam udulda Baytul Ma'mur ismli bir uy bor. U uyga farishtalar har kuni 70 ming farishta kirib,
Aşında Allah'a tavap qilib, ibadet qiladi. O bir kirib ketgan farishta ikkinchi chiqmaydi. Ikkinchi qatam chiqmaydi. Yani biz bundan men bilamiz sanlar farishtaning nihoyatda ko'pligini bilamiz. Farishtaning soni nihoyatda ko'p. Ularning sonining qanchaligini faqat Alloh taolo biladi. Farishtaning yaratilishi go'zal, axloqi go'zal, amallari ham go'zaldir. Ular yomonliklardan pokdir. Farishtaniki hamma narsa go'zal, nihoyatda go'zal yaratilgan, axloqi go'zal, amallari go'zal, hech qanday yomonlik ishni qilmaydi, gunoh o'tkazmaydi. Nihoyatda hayoliq. Anadan keyin farishtalar ish bo'lgan va odam hayvonotlarning surati bo'lgan uyga kirmaydi. Buni payg'ambar sollallohu alayhi vasallam bilamiz. Farishtalar ish bo'lgan uyga va odam hayvonotlarning surati bo'lgan uyga kirmaydi. Shunday uyda ish beqish bo'lmaydi. Odam hayvonotlarning suratlarini ochiq oshkora qo'yib qo'yish bo'lmaydi. Buni qilib qo'ysaqchi uyimizga farishtalar kirmaydi. Bular farishtaning sifatlari. Bular farishtaning sifatlari. Hem bir qatim men sizlarga bir yig'inchoq navbatda farishtaning sifatlarini. Farishtaning sifatlaridan birinchisi nima farishtalar qanotli bo'ladi. Ikkinchisi farishtalar farishtaning o'rni osmon bo'lib, Allohning buyrug'i bilan zaminga tushadi. Uchinchisi bo'lsa, farishtalar har vaqt Alloh taologa bo'ysunadi, kecha kunduz Alloh tasbih etadi va sajda qiladi. Uchinchisi bu. To'rtinchisi farishtaning ko'zdan ko'ngil bo'lmaydi. Farishtalar ba'zida inson shakliga kiralaydi, yemaydi va ichmaydi. Bu to'rtinchisi. Beshinchisi bo'lsa, farishtalar erkak kishidan ayrilmaydi, nikohlanmaydi, baliq bo'lmaydi. Bu beshinchisi. Oltinchisi farishtalarning soni nihoyat ko'p, soni faqat Alloh taolo biladi. Yettinchisi bo'lsa, farishtalarning yaratilishi go'zal, hamma narsa go'zal, yomonlikdan pok, nihoyat hayoliq. Yettinchisi bu farishtaning sifati emas, balki biz bilib olish tegishli bo'lgan bir ish. Yani uyda ish bo'lsa va odam hayvonotlarning surati bo'lsa, uyga farishta kirmaydi. Buni bilib olish tegishli bo'lgan bir mazmun. Shundan bugungi mazmunimni tugidayim. Endi bu farishtalarga ishni to'g'ri tarzda o'rgangandan keyin biz nimani bilamiz degan chog'da birinchi bo'lib nimani bilamiz sanlar men avval his qilganim bir deb beray, undan keyin sizlardan so'rayman. Farishtalar qaranglar. Yani her vaqt Allohga bo'ysunadi ekan. Alloh taolo nima qildisa, nimaga buyursa shuni qiladi ekan. Herkes Allohga osiylik qilmaydi ekan. Biz bundan nimani bilamiz sanlar? Bizmi Allohning bandasi. Shunday qilib farishtalarni Alloh yaratgan, biz insonlarni Alloh yaratgan. Biz Allohga itoat qilishda mushu farishtalarni ulug' tutishimiz kerak. Farishtalarni o'rganishimiz kerak. Yeni bildiğin narsamiz nima desanlar? Ikkinchisi Alloh taolo mushu aziz farishtalarni qaranglar. Farishtalar nihoyatda pok, shunday hech qanday gunoh o'tkazmaydigan, Alloh nima qildi shuni qiladigan shunday yaratibni, bir farishtalarni Alloh bizga xizmat qildirib turibdi, qaranglar. Odam alayhissalomga sajda qildiribdi. Bundan nimani bilamiz? İnsanning qimmatiniki farishtalardan ustun ekanligini. Alloh taolo insonni nihoyatda aziz yaratganligini bilalaymiz. Biz bundan o'zimizning insonlik o'rnini bilishimiz kerak. Alloh taolo bizni zaminga xalifa qildi. Farishtalar biz uningga bakroq loyiqlik degan vaqtda Alloh taolo nima dedi? Biz sizlar bilman, sen bilmagan narsani men bilaman deb. Ya'ni Alloh taolo insonni o'sha zaminga xalifa qilib yaratgan. Biz bu xalifalik o'rnimizni bilishimiz kerak. Qarang, o'sha farishtalarning hammasimiz xizmat qildirib turibdi. Biz qanday qilamiz bu chog'da Allohga shukr etmay turolmaymiz. Ashunda pok farishtalarni bizga xizmat qildirib berganligi uchun, bizni zaminda xalifa qilganligi uchun, bizga bilmaganni bildirganligi uchun biz Allohga har vaqt ko'p shukr etishimiz kerak. Har vaqt Allohga ibodatni nihoyatda ko'p holatda qilishimiz kerak. Farishtalarga ishni o'rtasida mishada oxirlashdi. Sizlar bu darsdan nimani his qildinglar? His qilgan qasam so'zlab baqsizlar. Men bu darsda farishtalarning insonlarga o'xshash emas ekanligini, ularning hech gunoh o'tkazmaydiganligini, faqat Allohga ibodat qilganligini, ularning insonlarga o'xshash yeb pishmaydiganligini, Allohning buyurganlarini qilganligini his qildim. Yaxshi. Yani shundoq isil, shundoq pok farishtalar Alloh taolo bizga xizmat qildirib berganligidan hamda qana qildingiz hamda shukr etdingizmi Allohga? Haqiqatan Alloh taolo bizga shundoq ne'matni bir vaqtda biz uni loyiq nima qilamiz deb o'ylab qoldim men. Shundoq pok farishtalarni hech qanday gunoh o'tkazmaydigan, har vaqt kecha kunduz Alloh tasbih etib ibodat qilgan farishtalarni bizning xizmatimizni berganligi, odamga sajda qilganligi,
Endi insan nisbeten naytımı bek çoğun bir izzetçi bu. Bu izzetli layık biz demiş kıvatımız zamanla. Yani Allah'a qanchalik iborat qilsak, Allohni qanchalik madhiylasak, biz yani ozliq qilgan deb o'ylayman men. Ha, tushunmagan savolinglar bormi bolalar? Madarisdan. Yani perişlerge qandaq işimiz kelgini bildik, shunaqmi bolalar? İman asoslarini bildinglarmi? Perişlerge qanday ishlaymiz degan chog'da perishlarniki Alloh yaratgan mahluqot ekanligiga, shundaymi? Allohning buyruqlarini ish qilganligiga, perishlarniki hammasiga ishonishimiz lozimligini bilsak, biz perishlarga ishongan bo'lamiz. Andan keyin kim qachon nimadan yaratganini hammamiz bildik. Nurdan yaratgan Alloh taolo nurdan Odam alayhisalomdan burun yaratganligini bildik. Andan keyin Qur'on sunnatdan qilingan farishtalar va ularning vazifalari to'g'risida farishtalarning ismlari nima ish qilganligini ularni o'rganib o'tdik. Farishtalarning sifatlaridan bir qancha o'rganib o'tdik. Bizning o'rganganimiz bir sifatlarning hammasi emas bolalar, balki uning bir sifatlarini bilish mumkin. Men ba'zi sifatlarni shu Qur'on va hadisga kelgan ba'zi sifatlarni sizlarga misol keltirib, farishtalarning sifatlarini so'zlagan bo'ldim inshaalloh. Alloh taolo eng to'g'risini bilguchi. Qiling. Ustaz topshiriq bormi? Topshiriqni men sizlarga at yo'llab beraman inshaalloh. At kechda yoki bo'lmasa o'g'ilga degan yo'llab beraman. Darslikka videosini ham qo'shib yo'llab beraman. Tushunmagan savolinglar bormi bolalar? Savolinglar bo'lmasa darsni tutsanglar bo'ldi. Bugun ta'sirim shaychi bo'lsin. Alloh hammalarningki ilmini tag'in ko'paytirib bersin inshaalloh.